man hech kim emasligimni mana shu narsadan xafaman. Что man o'zimni narsalarim bilan u bilan bo'lishaman-ku. Nimaga u o'zini narsalari bilan menga bo'lishmaydi? Yana uyalmasdan menga aytayaptiki, nimaga menga kelayotgan proyektni men sizga berishim kerak deydi. Menga kelayotgan proyektlarni men senga beryapman-ku. Boshqasiga bermayapman-ku. Boshqa arzon blogerlarga bermayapman-ku. Shunga xafa bo'ldim-da men. Undan tashqari mayli o'lib ketsin. Shunaqa gaplarda xullas. Shu narsadan xafa bo'ldim. Shuning uchun bundan keyin kim mana shunaqa birovga qattiq bog'langan bo'lsa, birovni qattiq yaxshi ko'rgansizlar, qattiq bog'langan bo'lsizlar ham hech qachon o'shanga 100% ishonmanglar. Hech qachon ishonmanglar. Chunki bittada seni sotib, seni shundoq kidayt qilib ketadigan shunaqa odam bo'lar ekan.